Jalolov Agrar mahallada ishlash bo'limi boshlig'i Abdulla Jasur bo'limi. Hop, sizlarga bankimizda chiqayotgan kreditlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, mahalla loyihasi dasturi asosida belgilangan kreditlarimizdan biznesga birinchi qadam, ya'ni 17 million so'mgacha bo'lgan kreditlarimiz bor. Kafillik hamda sug'urta kafilligi asosida ajratiladi. Bunga ketadigan hujjatlar o'zimiz band qilganlik guvohnomasi, ya'ni qanaqa tartibda bo'ladi. So'nggi 2 oy davomida ishlamagan, oy ish haqiga, rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslarga, jismoniy shaxslarga ajratiladi. 50 million so'mlik xuddi shunaqa tartibda, yoxud shunaqa o'zimiz band qilgan rasmiy 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga ajratiladi. Mahallalarimizda belgilangan tartibda hokim yordamchilarimiz hamda mahallaga biriktirilgan mahalla agentlarimiz tomonidan tavsiyanomalar beriladi. Tavsiyanoma asosida sizlarga masalan hech bir olmoqchi bo'lsanglar, shuni alohida belgilab chiqarib beramiz. Ketdi. Prezident qarori bo'yicha 312 sonli kreditimiz bor. Ya'ni 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi 300 million so'mgacha garov asosida, garovga qanaqa tartibda bo'ladi? Ko'chmas mulk, avtotransport vositalari qo'yib bino olishidan mumkin. Ularning foizlari erkaklar uchun 20%, ayollarga 18%. Tartiblari bilan tushuntirib o'tsam, 100 million so'mlik kreditimizda masalan faoliyat turlariga qarab tashkil etish, ya'ni moddiy faoliyatni rivojlantirish yoki qaytadan tashkil etish, tikuvchilik, chorvachilik, o'zidan biznes loyihalariga qarab kreditlar ajrata olamiz. Asosan bu kreditlarimiz ayollarga, hozirgi kunda ayollarga yo'l chiqarilyapti, 18% uchun 2025 yilda yanvar oyida ayollarimizga berilgan e'tibor, prezidentimiz tomonidan berilgan e'tiborni 2%ga tushirib berildi. Ya'ni 20%, 18% aholiga ajratamiz. Keyin esa mahalla loyihasi dasturi asosida kreditimiz 50 million so'mgacha. Bu uchinchi shaxs kafilligi asosida o'zimiz band qilgan shaxslarga, ya'ni 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga ajratiladi. Agar savollar bo'lsa, kredit to'g'risida yoki mana shu bank mahsulotlari to'g'risida yonida savollar bo'lsa, bemalol berishinglar, murojaat qilishinglar mumkin. Savolim, 100 millionga kredit olsam qanaqa bo'ladi? Tartibda. Garovsiz. Qanday olsam bo'ladi? Qanday bo'ladi? 100 million so'mgacha garovsiz bo'ladi. Yoki tartibda tadbirkorlik ochilgan yoki oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha oldin qaysi bankdan bo'lsa ham kredit olib, vaqtida to'lab bo'lgan bo'lsangiz, kredit ajratamiz. Yoki oldin kredit olmagan bo'lsangiz, yoki tadbirkorligingiz 1 yil davomida faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. Guvohnomangiz asosida, guvohnomangizda belgilangan yo'nalish bo'yicha kredit ajratamiz. Bunga ketadigan hujjatlarni sizga aytib o'tsam, birinchi o'rinda pasport, guvohnoma, yoki tadbirkorlik bo'lsa, yoki tadbirkorlik guvohnomasi, agar MChJ bo'lsa, MChJ guvohnoma, sog'lig'idan ustav o'z hujjatlari bor. Shularni tayyorlaysiz. Agar YTT bo'lsangiz, faqat guvohnomani o'zi, pasport, sizni katta ma'lumotlarni solamiz, o'rganib chiqamiz. Undan keyin sizdan talab qilinadigan hujjatlar, ya'ni biznes loyiha berasiz, sizga o'zining biznes loyihasini taqdim qilasiz. Biznes loyihasiga qarab sizga kredit ajratamiz. Muammosi yo'q. Hozirda kreditlarimiz ancha tezlashgan, ya'ni belgilangan tartibda hujjatlar taqdim qilsangiz, 3-4 kunda kreditlarni ajratib chiqaraveramiz. Rahmat. Kim savollar olsa savolingizni bering. Chiqardim. O'zimga olmaganman, berganman-da. O'zingiz olmagansiz kredit birovga bergansiz. Berganman.
Menga chiqmaydi. Yo'q, siz masalan davlat tashkilotida ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Ish haqiga olgansizda kreditni. Ish haqiga olgan bo'lsangiz, ish haqiga kredit bera olamiz. Yana qo'shimcha ish haqiga limitdan o'zi limitsiz bo'ladi. Xohlasangiz telefoningizda onlayn olishingiz ham mumkin. Xohlasangiz bankimizga murojaat qilingizlar. Bolalar bemalol bankni o'zidan kredit chiqarib bera oladi. Ya'ni sizga masalan kredit qoldig'ingizga qarab yana qancha siz kredit olishingiz mumkin. Shunga qarab alohida yana ajratib beradi. Hozir mahallada ishlash bo'limi orqali chiqayotgan kreditlar, mahalla loyihasi, mensiya birinchi qadam loyihalarimiz asosida chiqayotgan kreditlar bu ishsizlarga asosan aytib o'tganimdek rasmiy daromadga ega emas, oxirgi 2 oyda rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga chiqaramiz. Sizga boshqa yo'nalishlar bo'yicha bemalol kredit chiqarishingiz mumkin. Bundan muammosi yo'q. Yana savollar bormi menga? Agar savollar bo'lmasa, hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Barchaga.